Tak, savol. Qandaydir emmasli jism suvga botirilgan va u suvda cho'kmaydi, ya'ni uning jismning zichligi aniq suvning zichligidan to'g'rog'i kichik. Jismning zichligi suv zichligidan kichik, cho'kmaydi deyilgan hisobda. Va uni yuzasi, asosiy yuzasi berilgan. Savol qo'yilgan. Bu jism qandaydir kuch ta'sirida x masofaga suvga botirildi va tebranma harakatni vujudga keltira boshladi deyilgan. Ya'ni x masofaga botadi, x masofaga ko'tariladi. Shu harakati davomida uning tebranma harakatlanish davrini topilgan savol. Nima qilamiz savolda? Bu holatda qo'lgan maksimal kuch qo'shimcha Arximed kuchiga teng bo'ladi, ya'ni botgan qismga teng bo'ladi. F kuchimizning maksimal qiymati rho suyuqlik v botganimiz s asos ko'paygan, mana bu tushgan balandlikka x ga ko'paytiramiz va j ga. Bu maksimal kuchimiz. Tebranma harakatda ta'sir qiluvchi maksimal kuchimiz bo'lsa, nimaga teng? O'zaro tenglashtirib soddalashtiramiz. Endi A tezlanishimiz tebranma harakatda quyidagi ko'rinishda bo'ladi. m kvadrat x ga. X bu siljish. Buni yopga qo'yib soddalashtiramiz. Rho suyuqlik s asos ko'paygan x ko'paygan j barobar m ko'paygan omega kvadrat minusini tashlab olamiz. Minus hech narsani hal qilmaydi, faqat yo'nalish ko'rsatadi. Ko'paygan x ga. X lar yeshib ketadi. Omega kvadrat topadigan bo'lsak, rho suyuqlik s asos ko'paygan j taqsim m. Omegamiz kelib chiqadi bu holatdan. Rho suyuqlik s asos ko'paygan j taqsim m kvadrat ildiz ostida. Endi bu o'z-o'zidan omegamiz teng 2 pi taqsim davrga bo'ldi.